Barchalarga assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan har doimgidek Abbos Vlogs kanali do'stlar. Bugungi videorolikimiz PUBG Mobile uchun bepul yuzini chiqarib o'tib ketamiz isbotlari bilan. Oldingi videoda chiqarib o'tgandim. Bu videoning birinchi qismi edi va hozir mana ikkinchi qismi bo'lyapti. Birinchi qismida qanday ishlanishlarini ko'rsatib o'tib ketgandim va yuzini yechib Telegram kanalimga joylagandim. O'sha videoda ham aytib o'tib ketgandim. Telegram kanalimga joylayman degandim, lekin ko'pchilik Telegram kanaliga o'tmagan, komment yozavergan, "Qani aka, ikkinchi qismi chiqarib o'tib ketaman" deb. Telegramga o'tmagan sababli mana YouTube kanaliga ham isbot tariqasida yuzini yechib ko'rsatib o'tib ketamiz. Ya'ni bepul tekinga ishlagan yuzini. Do'stlar, video boshlashdan videomizga maksimal like bosing va kanalimizga yangi bo'lsangiz, обязательно obunani bosib qo'ying. Tezroq 30 ga bo'lishimiz uchun sizlarni o'z hissangizni qo'shsangiz yaxshi bo'ladi do'stlar. Unda tayyor bo'lsangiz do'stlar, unda videomizni biz boshladik. Botga kirib olamiz. Xo'p, botga kirganimizdan keyin bu bot haqida men aytganimdek, video boshida video chiqarganman. Buni birinchi qismini qanday ishlanishlarini yangi ko'rayotgan bo'lsanglar, kommentga tashib qo'yaman ssilkasini. O'sha ssilkasiga bitta bosib, birinchi qism videosi qanday ishlanishlarini ko'rsatib o'tib ketganman. O'shani ko'rib bilib olsanglar bo'ladi. Menda hozir mana o'sha yig'ib bo'lganman. Где-то bundan 4 ta 5 ta odamga tashib bo'ldim videoni. Kommentga yozganlar, kommentga yozib qo'yinglar degandim. Xo'p, mana shu video kommentiga ham yozinglar. Sizlarga agar kommentlaringizni o'zim tanlab videoni tashlab beraman. Mana hozir meni yig'ib bo'lganman. Bu yerda botga kirganingizda kuniga 4 ta anaqa missiyalar bo'ladi. O'sha 2 ta missiyalarni bajarasizlar. Sizlarga PUBG Mobile anaqa sovg'alar bo'ladi. Mana tepada o'rbal bo'ladi. O'sha o'rballar beradi. Ya'ni bitta savolga 1 o'rbal. To'g'ri javob bersangiz PUBG yo'nalish bo'yicha. Xo'p, bu yerda hozir men chiqarib o'tib ketaman. Bu yerda do'kon bo'limi bor. Mana aytgancha rukzak bo'limga kirsangiz, mana bu akkauntdan ikkita chiqarganman 100 ni va redeem kort orqali olasizlar. Mana xo'p, mana ko'rib tursa PUBG ni bosasizlar va bu yerdan orballar almashtirish. Bosganimizdan so'ng esa mana bu yerda 60 yusiga 85 orbal ekan, 80 edi, o'sha yana 5 ta oshirib qo'yibdim. Shundan tashqari 325 yusi ham olsangiz bo'ladi, 5-daraja ochiladi. Va sekin ishlab borsanglar, odam taklif qilib yoki savollarga javob berib, vayz bilan bajarsanglar, yig'ib borsanglar bo'ladi. Qiyin joyi yo'q bu yerda. Xo'p, bu yerda men ayir boshlashni bosaman va ayir boshlash. Xo'p, mana do'stlar, 60 yusi sotib olindi deyapti. Bu yerda rukzakka kirishni bosamiz. Bosganimizdan so'ng esa mana yangi ishlatilmagan promo kod beradi bizga. Mana shu promo kod. Xo'p, bu promo kodni biz kooperatsiya qilib olamiz, bitta nusxalab olamiz. Undan oldin esa men bu promo kod yuzini o'zimga tashlamayman. Obunachimizga tashlaymiz. Obunachimiz bo'lgan bilmay, patiska bosganmi yo'qmi? Kommentga yozgan ishtirokchiga tashlaymiz hozir. Xo'p, bu yerda kommentga yozinglar degani, ko'pchilik komment yozmagan. Like bosdim, bunda omad so'zlarini yozib o'tib ketgan. Rahmat shunisiga ham. Hozir bu yerda men bitta kommentni tanlab olib, yuzini tashlab beraman do'stlar. Xo'p, mana ko'plari komment tashlagan. Mana bu obunachilarimizga esa yuzini tashlab berganmiz, tushdi deb mana yuzlarni tashlab berganmiz. O'zi aka Abdush rahmat, suda gaplar. Xo'p, qaysiga tashlaymiz? Xo'p, pastdagisiga tashlaylik. Mana shu kommentni kooperatsiya qilib olishimiz kerak bo'ladi albatta. Xo'p, kooperatsiya qildik. Endi bizga Midasboy sayti kerak bo'ladi. Midasboy orqali bizatini buni olamiz faqat. Xo'p, bu yerda VIP kubda bosamiz. Bosganimizdan so'ng esa mana bu yerda o'zimning ID'm turibdi. Bu ID'ni esa o'chiramiz. Ikkita bosib obunachimizning ID'sini yozamiz. Xo'p, 522 979 Xo'p, 38 867 adashmasam. 38 867. Xo'p, bormikan bu akkaunt? Xo'p, biroz kutamiz. Saytda o'zida mana shunaqa problema bo'lyapti ishlashida. Bijan o'zgan tavsiya qilamiz. Xullas, bu ikkita ID'ni yozsam ham nimagadir bo'lmayapti. Cho'ta, bu ID'ni yozsam ham bo'lmayapti. Bo'lmasam bu yerda oldin tashlagan obunachilarimizga tashlavoramiz bo'lmasam. To'g'risi, bu nimadan bo'lib tushunmadim to'g'risi. Shuning uchun hozir bu yerda boshqa obunachimizni tashlaymiz. Xo'p, Jumanazar J, пожалуйста, meni переверни deyapti. Bu yerda nimadir deyapti. Cho'ta saytda o'zidan bo'lyapti, faqat o'zim ID'imga tushib qolyapti. Xo'p, mayli, o'zim ID'ni ko'rsatib o'tib ketaman. Ya'ni xafa bo'lish yo'q. Ya'ni aytib o'tib ketaman. Xafa bo'lish yo'q bu yerda. Cho'ta nimadir bo'lyapti, shuning uchun video ko'p cho'zilib ketmasligi uchun bitta qilib o'tib ketyapman. Mana redeem kodni kirityapman. OK'ni bosyapman. Xo'p, перевод обмен deyapti. Bu yerda отправить bosaman. Va mana do'stlar, akkauntimizga уже 100 tushdi mana.
uspeshение va koplение. Mana shunday holatda sizlar yuzini yechib olsangiz bo'ladi. Xo'p, menda hozir PUBG o'yini ilovasi yo'q, chunki PUBG ni ancha bo'ldi o'ynamaganimga. Mana tushdi, lekin o'zingizlar bilsanglar bo'ladi. Mana ofitsialniy sayti, Mediaspuyda ofitsialniy saytidan o'sha yuzini tushirib oldik. Mana shunday holatda bemalol, bu yerda xato bo'lib qoldi-ku, endi chiqib qoldi. No mayli do'stlar, mana shunday holatda sizlar ham yuzini ishlasanglar bo'ladi. Mana shu videoga o'zingiz komment yozib qo'ying. Mana shu videoga o'zingiz komment yozib qo'ying va men bu yerda ya'ni botda Orbal yig'ilishi bilan men обязательно sizni kommentingizga, ya'ni kommentni o'zim tanlab olib, o'zim tanlab olmay, kim to'g'ri kelgan odamga 100 so'mni tashlab beraman. Lekin shuna ham aytib o'tib videoni o'zlaringiz ko'rib bemalol 100 so'm ishlasanglar bo'ladi. Undan tashqari ham narsani o'tib ketaman. Ko'pchilik aytibdi, odam taklif qilyapman. Nimaga odam taklif qilsam, bu yerda do'stlarimda onasi kelmayapti, uylanuvda 5 Orbal berish kerak-ku deyapti. Qaranglar, do'stlaringiz yana bitta narsani aytib o'tib ketaman. Agar do'stlar taklif qilsangiz, mana bu yerda do'stingiz ishlasa, mana do'st 28 ta do'st taklif qilgan, 40 ta Orbal kelibdi. Do'st taklif qilganingizdan keyin u ikkinchi darajaga kirishi bilan, ikkinchi daraja u ham ishlash kerak, ikkinchi daraja bilan ishlash bilan keyin unga sizga 5 Orbal beriladi. U ikkinchi darajaga chiqish kerak. Shu sababdan bemalol ishlasanglar bo'ladi do'stlar. Mana shunday holatda edi video. Bugungi videoni shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa videomizga maksimal like bosing, kanalimizga yangi bo'lsangiz albatta obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar, chunki sizlar qidirayotgan barcha turdagi foydali va content maker videolar bizning kanaldan topishingiz mumkin. Sizlarga yaqindan qanchada Boss Vlogs kanali bo'ldi. Keyingi videolarcha ko'rishguncha xayr do'stlar.